Asliga xolodilniknichi Toyota'sini ko'rsataman. Dunyo miqyosida servis sentriga eng kam kiradigan mashina brend bu Toyota bo'lar ekan. Mana shu LG, mana shu xolodilnik servis sentriga deyarli ish tushmaydi. Bu xolodilnikni mana shu Toyota'si bo'ladi. Ishoninglar. Kommentariyaga shunday yozinglar, kim necha yildan beri ishlatadi LG xolodilnik. Lishni men o'zim 2009-yil olgan bo'lsam, men hali bir marta ham servis sentriga ishim tushmagan. Olasizlar, xudo xolasa ishonaveringlar, maza qilib ishlatasizlar. Bo'yi 1.85, eni 60 chegirmada 459 model 2026 versiya. 220 litr xolodilnik kamera bo'lsa, 113 mana shu morozinli kamera bo'ladi, elektronik tablolar oldida bo'ladi, hamma navroti bor. Keyin bu haqiqiy inverter bo'ladi. Nakleyka olib yopishtirib olib kelayotgan Xitoy narsalari emas. Xo'p, no frost sistema ishida hech qanday Pro degan narsani umuman yig'maydi. Ikkita 0 zonasi bor, mana bitta dorkolini bor. Xullas narxi $640. Abu Sahiy Esnoz do'konidan kelib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi.